1.6 donasini sizlar so'radingizlar, biza topdik. 1.6ni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. To'g'rimi do'stlar? Xullas, mashinamizni 2012-yilda ishlab chiqargan mashinamizni rangini alohida baho berasizlar do'stlar. Mashinamizni 100% haydashga tayyor holatda turibdi. 1000 so'm rasxod qilmaysizlar. 4 dona bo'sh balon, metan gaz. Xullas, hamma rasxodlari qilingan. Bosib o'tgan masofasi 200 ming kilometr yurgan. Krassiyasi faqat zang joylarına sapilgan. Qolgan hamma yerlarni ustaga olib borib teshkirtirib savdo qilsangizlar bo'ladi. Narxini 52 million so'm puldan qaytib kelishib beriladi. Avtokreditda 5 yil chiqadi. Oldindan 5 million so'm pul bilan pasportni olib kelasizlar. 5 yilga 2 million so'm puldan to'g'ri keladi. Mashinangiz kimga qiziq bo'ladi bo'lsa, bemalol Ruslavda savdoga kelaverasizlar. Salon qismini ko'rsangiz, salon qismlari ham o'rtacha bo'limli holatda. Biz ham mashinani maqtamaymiz, yer o'rmaymiz, borini boricha aytamiz, yo'qini yo'qcha aytamiz. Yani görüp o'zlaringiz baho beraverasizlar. Chexol poliklar ham qilingan, rullar ham daqilgan. Xullas, bu mashinani olish kerak, haydash kerak. Shuningdek, noyob svetlardan biri desak ham bo'ladi. 1.6 donasa qiziqadigan yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Ruslan avtosavdo sizlarga shuningdek zo'r sostaniyada, zo'r holatdagi va arzon mashinalarni obzorini qilishdan aslo charchamaydi. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz alohida minnatdorchiliklarimizni bildirib o'tamiz.